Qo'limdagi telefon Honor Magic 8 Pro va albatta mana bu bo'rtib chiqqan kamerasi kameraning obyektiviga o'xshaydi. Buni kamerasi S26 Ultra bilan raqobatlasha oladimi degan savol bor. Raqobatlasha olmaydi. Chunki nimaga? Honor Magic 8 Pro ning kamerasi faqatgina rasm uchun tiniq olishi bor gap. Kamerasiga keladigan bo'lsak, asosiy kamerasi 200 megapiksel tashkil qiladi. Oldi bo'lsa 50 megapiksel. Qaysidir bir inson aytgan edi, iPhone 17 da 300 mingdan oshiq nur tarqatib betizni skaner qiladigan funksiya aynan shu Android flagmanida mavjud. Xotirasi 256 GB dan 1 terabaytgacha mavjud. Faqatgina suratga olganda ancha sifatli va sun'iy intellekt bilan sifatli qilib bermoqda xolos. Telefon haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, batareyasi 7100 ampere, operativkasi 12 GB. Plus yana 12 GB, 24 GB. Ya'ni bu o'rtacha bemalol PUBG, MABG har qanaqa o'yinda silliq o'qish kerak. Buni narxini hozirgi kunda $1100 atrofida bo'ladi. Arziydimi shu telefon $1100 olib ishlatishga? Telefon juda ham suvga chidamli. Bemalol suv tagiga kirib yarim soat cho'tki rasmga olib chiqsangiz bo'ladi. Va albatta shunaqa telefonlar kerak bo'lsa, pastda profil qoldirganman, bemalol o'tib, aloqaga chiqib, narx-navolashib, so'rab olishingiz mumkin. Like, podpiska sizdan, xizmat qilish bizdan. Bos.